Hürmetlik vatandaş, Çislak 2022 yıl 6. ayının 13. günü yukarıda körüp ötük vatandaşım Rusya bilen Cumhur münasebeti yoşurun ve aşkar aldı özgürlükü başladı dedik. Evvel başta Avrupa tömür yoluna, Avro-Asya tömür yolunu misal qalaylı. Demek bunun için de 5 devlet varken mesela Avro-Asya İqtisad İttifaqı, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Ermeniya, Belarusiyadaki 5 devlet varken demek bu 5 devletle birleşken bir yol, bir belbağ iqtisadi hemkarlık teşebbüsü birleşkende bu Avro-Asya tömür yolu katnap Rusya tevessüge, Kazakistan tevessüge çıkkandan başlap bu devletlerimi bununla kirişidiken, yani bununla mal kaçılap Avrupa'ya vertidiken, ya ki bu poyizga mal kaçılap Cungo'ya vertidiken, ya ki Cungo'da mal setilip Avrupa'ya çıkırdiken bu bir. Soda ticaret ceryanı ki vatandaş hazır bu tömür yol işten toxtuda, katnaştın toxtuda deydi. Bunun en asaslı sebep Cungo hükümeti deydi. Halkaradaki mukumsuzluk, dünyavi mukumsuzluktan ensireshke başladı deydi. Dünyavi mukumsuzluk nime? Vatandaşım, Irak'ta, Avrupa'da, Ukrayna'da buluvatıda mukumsuzluk, Irak şerhte, Tayvan'da buluvatıda mukumsuzluk, dünya Uyguristan, Uygur halkının kişilik hukukunu götürüp çıkıvatıdı bana. Germaniya dolkulların makalesi bu doğru. Demek hazırki dünyada 3 noktadaki ciddi vaziyet. Ukrayna, Uyguristan, Tayvan. Biz tüngenki leksiyamızda sözüldük. Hazır Garp dünyası Uygur meselesiga muşundaq dikkat qilishga o'tdi dedik. Oldurab sözlegen unutup qaldık biz Asiyada Yaponiya bilan Avstraliyani unutup qalmayli vatandaşlar. Asiyada Yaponiya bilan Avstraliya andan Amerika başçılığındaki Garp dünyası bugün hem o tarafta Ukrayna'ga yardım, bu tarafta Tayvan'ga yardım, o tarafta Uyguristan'ın kişilik hukuku ve qirg'inchilik. Genocide soykırımga dikkat kılıp kelivatkan şundaq bir vaziyette Avro-Asya İttifaqı, İqtisadi İttifaqı ve Cungo'nun bir yol, bir belbağ teşebbüsü oturusida kelişim boyunca tüzülgen yoki menip turgan poyiz ekan. Bu birinchi qatimda biz endi tushundik. Endi bu poyiz, bu qatnash yo'li to'xtadi. Hazır Sibiryadan kirilgan tabii gaz baylığı toxtab ve bu Sibirya tabii gaz qurilishig'a qatnashadigan Cungo'nun 5 şirkati qatnashishni to'xtatdi deydi. Shundaqla yaqinda bir xabar kelgan to'kin diqqat ag'diranmidik. Moskvada yerleşken Cungo'nun pen texniki şirkati, Huawei şirkati allaqachon Moskvadagi dükkanlarını buzup çekip degende qaytip geldi. Cungo hazır başta eğitipti. Bu şirketki yallanıp işlegen Ruslarmı vaqt demeli çıkıp gitti. Demek Huawei şirketi Amerika'dan qoğulunup, Şimali Amerika, Kanada aldı, qoğulunup çıkarılgandan keyin bu berip Moskova'ya yerleşken idi. Huawei şirketi Cungo için hazırki dünyada pen texniki sahasida kontrollukni qo'lga keltirish uchun intilayotgan bir şirket. Dünyanı kontrol qilish uchun Uyg'uristondagi nazorat sistema apparatlarından hemmisi Huawei şirketini. Hazır Moskvadan çekinip çıktı. Gaz to'xtadi, ishlab chiqarish kirish to'xtadi, poyiz to'xtadi. Endi bu ish Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyo davlatlarining iqtisodiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Bu devletlerde bir poyiz, bir işten kaçılangan mal Avrupa'ya vardı. Avrupa'dan kayıtıp geldi, O'rta Osiyo to'xtaydi yoki Cungo'ga kirdi, kirmeydi. Muşunchilik nepeli sahasıdı mı? Hazır demek O'rta Osiyoning iqtisodiga, mesela Qozog'iston bilan Qirg'izistonni misol olsangiz, bu poyizdan to'xtab qolishi bunun qanday ta'sir ko'radi? Buningdagi eng muhim nuqta xalqaro muqimsizlik. Poyizdan to'xtab qolishni majburli deydi. Bu poyiz, bu qatnash yo'li xalqaro yo'l echish Uyg'uriston orqali bugungi Uyg'urning taqdirini, ya'ni qirg'in qilinish, nazarband qilinish, o'ltirilish,
tozalanish, yer sharidan yo'qolishdan iborat mushundoq tahdidga duch kelayotgan Uyg'urning bugungi Uyg'urning taqdirini yaratgan iqtisod va geopolitik, jug'rofiyalik sabablarning tüpki asası idi vatandaş. Demek bugün bu soğuçulaştı toxtadı. Poyuz toxtadı. Bundan keyin taraqqiyot qanday qildi ikkinchiga. Endi Rus bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat kelsak, mana sizlarga o'qib berdim 99-yili. 20-asrning 12-oyning 9-kuni Jiang Zemin bilan Yeltsin o'rtasida imzolangan kelishim. Kelishim bu shartnoma xarakterlik emas ekan, nima? Jungo bilan Rossiyaning sharqiy va g'arbiy ikki bo'lagida. Jungo bilan Rossiyaning sharqiy va g'arbiy ikki bo'lagida. Bu yerda Rossiyaning g'arbiy degan masala yo'q. Rossiyaning g'arbiy degan Qor dengizi taraf, Krimiya taraflar bulamdi yaqinda. Bu emas. Yevropa bulamdi qanday? U yerda hech qanday chataq yo'q. Bu yerda tilg'ilinayotgan sharqiy tarafi, g'arbiy tarafi o'xshashlar. Jungoga nisbatan aytganda Xinjiang, Manjuriya, Sharq Shimol, Jungo uchun aytganda mustamlika Uyg'uriston, G'arb. Mana mush rayonlarning chegarasi to'g'risida, chegara kelishimi yoki chegara masalasi to'g'risida Jiang Zemin to'xtam imzoladi deydi. Mushuning bilan hisoblaganda vatandoshim biz endi shuni bilamizki 37-yil 1937-yil Rossiyada Stalin boshlagan zo'r mamlakat xarakterlik bostirish. Hatta bu bostirishning bir jipchi Uyg'uristonda. Masalan, nima Hoshim Hoji deganlar bevosita Stalinga KGB'ga bog'langan jasuslar. Shu vaqtda Xinjiang rayonida 37-yili nayt zo'r ko'lamda bostirish olib bordi shangsisak. Chunki 37-yil hamshasisak Moskvaga berib Stalinning partiya biletini oldi. Bolsheviklar partiyasining a'zosi degan biletni oldi. Shu kundan boshlab Xinjiang 1937-yildan boshlab mustamlika Uyg'uriston Rossiyaga mustamlika bo'ldi. Chunki buni boshqarayotgan Shinsisay Stalinning qo'lidan bolsheviklarning kenishkisini oldi vatanda. Shu vaqtda shunday bostirdi. Endilikda hozir mushu munosabatda Reis Xi Jinping debdi, Beijingning Rossiya Moskvani qo'llash shartsiz emas, nima shart? Men boshda aytdim, birli shart bor. Uyg'uriston masalasi zuvoningni yig', og'zingni yig', tarixni va arxivni ochma. Mana bu shartdan boshqa shart emas. Rossiya Xitoy o'rtasidan dikilayli 1937-yili, 37-yili ikki davlat o'rtasida Uyg'urga munosabatlik imzolangan shartnoma bor ekan, hozirgacha buni mazmuni yoki shakli yoki mazmuni yoki mavzusini hech yerda uchratmadim. Shundoq anladim, bir xabarda ko'rdim. Uchratmadim, lekin 1948-yili 5-oyning 20-kuni Harbinda imzolangan Jungo Rossiya Harbin shartnomasi Uyg'urga munosabatlik uni 8-moddasida nima deyildi? Rossiyaning askariy Jungoning askariy qismlarining Xinjiangga kirishini kapolatga ega qilmaz dedi Rossiya taraf. Bu tugdimi? 48-yildan burun 1945-yili 2-oyning 14-kuni. Andan keyin 8-oyning 14-kuni Rus-Xitoy shartnomasi Moskva. Bu Gomindan Xitoylari bilan Rossiya o'rtasida Stalin o'rtasida imzolangan shartnoma. İkincisi 1950-yili 2-oyning 14-kuni Mao Zedong bilan Stalin o'rtasida bevosita imzolangan shartnoma. Bularning hammasi esingizda bo'lsin, Yalta shartnomasining ramkasi ichida. Hatto 1950-yili Mao Zedong biz Yaltani nere qilaylik, o'zimizni nere qilib kelishim imzolaylik dedi Stalinga. Stalin rad qildi. Vatandaşım, bizden nizam şartnoma tuzishimiz Yalta konferensinin ramkisi, Yalta'nın prinsipleri asası bo'ladi dedi. Bu yerda Stalinning pistirma qo'yayotganligi haq vatandaş bu kun bir kuni chiqib o'tirga. Endi bugun Jiang Zemin 1999-yili 12-oyning 9-kuni yana bir shartnoma
Uygurga münasibetlik däli bilen bunu hiç kanda hatalaşmayız ötendi. Yoqorqu 4, bunun bilen 5. Arlıq diyani 2002-yili Cangzemi yana imzalagan bir şartname degen mavzu geldi. Lekin bu mavzuga yarışan mezmu yok. Talay qatim keldi, men üçürüp taşladım onu. Mezmunu bolmasa neme qilamiz onu? Mushundaq hesapda Rus bilen Xitay o'rtasida imzolangan Uyg'urga munosabatlik shartnoma 5-6 parcha shartnoma yetdi. Menda ayxuy shartnomasi eg'iz qoldim, lug'at yo'qini izlab topolmadim. Kechiringlar buning uchun. Vatandaşlar bugün Rus Xitay munosabati müşayak geldi. Aq tarafta nima deydi? Xi Jinping hozir Rossiyani prezident Vladimir Putinni tashrif etmoqchi bo'lyapti. Arliqda Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin davlat ishlar kotibi Sherman, Wendy Shermanning Jungo'ga baga ogohlantirishini sizlarga leksiya qilib anglatdik. Agar Rossiyaga birat yerim u ish bu ishlar yordam beradigan bo'lsam, bu kunda u Rossiyaga hujum qilayotganda o'shani yig'aval dedi vatanda. Tushunamya? Shuna. Hozirgacha Jungo oshkor oldi Rossiyani qo'llab o'tirib chiqami. Endi Rossiya Vladimir Putin buning uchun qanday pozitsiya qo'llanish kerak? Ikki davlat munosabatida oxirgi chekka yetganda arxivni, Uyg'urga munosabatlik arxivni oshkorlaydigan voqea yuz berishi mumkinmi? Hozir vaziyat shuning ketyapti. Mana bugun buni sizlarning oldinglarga vatandoshlar savol qilib tashladim.